Burunqi yo'lchingiz mashina, uy, hammani berma debdi-ku. Kelyapti. Keladigan vaqtimi bo'ldi-ku deyman ullatdim. Agar u uyni berib qolsa, ikkimiz uyni setib sayat qilib kelaylik, qanaq? Bo'ladi, chataq yo'q. Ana u bir nima keldi. Deyishdiğanın hemen deyiş bulduk. Öy, maşina, pul hemen sizge kalsın. Bana fakat balını bersiniz oldu. Ben sizge degen edi. Yine kelişemeydik neymiş bu? Kelişemaydigan nurg'un ishlar bor. Uni og'zing tili deb qo'ysang bo'lmaydi. Nomin yo'tkab berg'ashma bu. Albatta bo'ladi. Pulni ol. Mashinani bering. Uyni bering. Bana faqat qizimni beringlar. Buni deyishimning sababi bargizmi o'zimning ahmoqlik emas. Chunki men kichigimda yetimchilikning dardini tortib yashaganman. O'gay dada bana faqat ko'ngil bo'lmaydi. Bir otining mehriga zor edi. Lekin kim o'ylagan? Meni onamning shunchalik mehribon bo'lganiga balamning onasi undoq chiqmadi. Men sizga yana deyman. Butkul mol dunyorim siz bilan birga kelsin. Bana faqat qizimni bersingizlar bo'ldi. Uf. Sen mushu holing bilan osh bolani baqalamsan? Baqalamsan? Men Ali, jenim tenimdili bo'ladi ekan. Qizimni hech qanday odamga xor qilmayman. Tushundingmi? Shu holingizga bolani o'zingiz yolg'iz baqalamsiz? Ko'rmas, 2 kunda qiyin osmon bo'limdi dedi. Birodar, kichik bolani odam boqmaydi. Onu bir ata, ana bakıdı. Onu bir mihir bakıdı. Muhabbet bakıdı. Herkes insan emas. Eğer insan balı bakıdığan iş olsa, yanındaki bu kız, herkes balını taşıtmayan buladı. Fakat artık yapkığım yok. Hayır hoş. Men ayağını kıldığın işim bu. Balanın kışık bağımsa bulmaydı. Aca. Bu qığınımız bəklə eşib ketdi. Onun bundaq muamele qılmasaq bo'ladi. Sence mush qığınımız to'g'rimi? O'zimni bilmayman. Uni bakli yaxshi ko'raman. Uning bir umr men uchun azoblanishini xohlamayman. Bolamning yetim bo'lib qolishini asla xohlamayman. Shu sababdan men uningga eski tarafimni ko'rsatib, uni unutildirg'izmoqchi. Sen bilasan, mening faqat bir hafta vaqtim qoldi. Shunga men uni qalbidan chiqib ketishim kerak. Acaba bu kitoblarda aytilgan muhabbat shumi? Muhabbatni hech qanday odam tasvirlay olgan emas. मेरे हमसफर Kechirim qizim, yig'lig'ingizni anglamay uxlab ketibdiman. Charchab qolibdiman qizim, kechiring, ma'qulmi? Birin kulib o'ting, ha? Yaxshimsizlar do'stlar, 2-ayning 28-kuni Xotin diyorida echilmoqchi bo'lgan Shinjong oshiqim so'l guruhimizning ichish murosimiga hammangdan taklif qilamiz. Aloqa qilish nomeri 166 509 718. 2-ayning 28-kuni oshiqim so'l guruhining ichish murosimiga birlikda qatnashib keldik bolam. Unuq bo'lsa men seni opera qizim, ha? Ma'qulmi? U maqliqni qarmamdiga. Voy, Ben uyuğunun aldık geldim. Pes küçüğüm sen. ma'qul. Men hazırlık düşey. Ma'qul. Amiz saqlab turay. Qizim, men pes tushib chiqay. Ammo sen qarab tursinmi, ha? Sana bola qarab turg'ina. Men hazırlık chiqaman juma, Yaxshimi? Yaxshimi? Bu men sana degan ayliqi doktorning enisi bo'ladi. O aksini hamma ahvollarni egallab kelibdi. Ha? Yaxshimi? Yaxshimi?
ayolimning avvali qanariqki. u o'pkirakining eng oxirgi bosqichiga berib qolibdi. Uning uzun umri qolmabdi. Ali aka, Voy, Nevrojam ikkimizning tanishligini bilmaydi. Sen men bilan ko'rishgan vaqtingda ishlarni hargiz chandırib qo'yma. Bilmasga silib olsang bo'ldi. ma'qul. Undaqda men balani uyga chiqib qolib tushay, ha? Qolgan gapni men tushgan chaq deyshayli, ha? Aras to'g'ri. O bu ishlarni mening bildiganligimni bilmaydigandi. Yo'q. Hargiz deyman. U ko'nglida mening qalbimdan chiqib ketmoqchi. Lekin u mening qalbimdan mangu chiqib ketmaydi. Ba'zi taqdirga tan bermay. Hech qanday amal yo'q. Sal turib balkim ko'nglim kayda gap qilib qolishi mumkin. Meni kechirib o'tgan. Muhabbat degan zodi nima? Men sizni shunchalik yaxshi ko'raman. Sizning o'ynagan bu o'yinlaringizga moslashib berishim hargizmi sizning yaxshi ko'rmaganligimdan emas. Balki hayotingizdagi eng oxirgi bir qadamlik orzuyingizni amalga oshirish uchun. Hamma odam to'qqizim tal bo'lsin deb o'ylaydi. Lekin to'qqizi tal bo'g'inida bo'lsa, orasidagi eng muhim narsadan ayrildik. मेरी दुआ